Keling, qaysi mevadan beraman? Olma bor, nok bor, anor bor, bunisi olmadan bor, banan bor. Qaysidan beray? Aka, qaysi? Keling, aka, qayerga ketyapsiz? Uka, men seni zo'rg'a tushunmayman. Klient tushunmayapti. Aka, ertadan ishga kelmay qolgan, boshqa joyda ishlagan. Aka, nima deyapsiz? Insonmisiz? Yaxshi ishlayapman-ku. Harakat qilib ishlayapman. Pul kerak, aka, unaqa qilmang. Yo'q, bugundan demadim, ertadan kelmay qolgan. Jo'ra, yana ishlaydi bor. Hamma chayka deydi. Nima qilay? Ishlashim kerak. Qiynalib ketdim. Jo'ra, nima qilay? Onang tez gapirmaydi, dadang tez gapirmaydi. Bu yerda nimadan neto ketyapsan? Bir dadangni so'rab ko'r. Senga faqat hazil bo'lsa bo'ldi. Qol. Aka qarang, shuni tushunmayapman-da. Necha mahaldan chilar ekan bular? Ha, qarang, aka, men birinchisini 3 mahal ichasiz, ikkinchisini 4 mahal, uchinchisini ovqatdan keyin ichasiz. Oshqozonni yomon qilib qo'ysin. Tushunasizmi? Aka, shu o'rtada yana boshqa dorixona yo'qmi? Yana shunaqa bo'lyapti. Nimaga? Aptekadan bo'shatib yubor, Jo'ra, ishlashim kerak. Nima qilay? Maslahat ber. O'sha gap sen bir dadangni so'rab ko'rishing kerak, lekin Senga hazil bo'lsa bo'ldi, uraman hozir. Yo'qol. Assalomu alaykum. Liderburgga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Menyuda nimalar bor? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. Nima? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. To'g'risi, gapingga umuman tushunmayapman. Mana, shunga yozib bera qolgin. Yaxshi. Hot dog, lavash, katta lavash, kichik lavash, cheeseburger. Yozilgan buncha tez, Dada, sizdan bir nima so'ramasam bo'lmaydi. Men sherimga charchab ketdim. Nima uchun men tez gapiraman? Siz unaqa gapirmaysiz, onam unaqa gapirmaydi. Nima uchun aynan men shunaqa gapiraman? Menga shuni tushuntirib bering. Tushuntiring. ha endi bolam xafa bo'lish kerak emas bundan. To'g'rimi qo'shni? To'g'ri. Dadang gapiga qo'shaman. Dadang to'g'ri gapiryapti. Bundan xafa bo'lma, jiyan. Dadam men tezga Men hazillashib aytdim lekin. Ada buldi